Farmatsevtika sanoati dunyodagi eng strategik va innovatsion tarmoqlardan biri. Aholi sonining ortishi, surunkali kasalliklarning ko'payishi, yangi viruslar va pandemiyalar xavfi, shuningdek inson umrini uzaytirishga bo'lgan ehtiyoj dori vositalariga talabni keskin oshirdi. Bu esa so'nggi 4-5 yil davomida farmatsevtika sohasining misli ko'rilmagan sur'atlarda rivojlanishiga turtki berdi. Ilgari asosan dori ishlab chiqarishga yo'naltirilgan ushbu tarmoq bugun sun'iy intellekt, genomika, bioinformatika, biotexnologiya va gen muhandisligi bilan chambarchas bog'langan yuqori texnologik sohaga aylandi. Ayniqsa pandemiyadan keyingi davr ilm-fan rivojini sezilarli tezlashtirdi. Natijada ilgari 10-15 yil davom etgan ayrim dori yaratish jarayonlari bir necha yil ichida yakunlandi. Xususan biotexnologik dori vositalari, monoklon antitanachalar, mRNK platformasiga asoslangan preparatlar, hujayra va gen terapiyasi yo'nalishlari rivojlandi. COVID-19 ga qarshi yaratilgan mRNK vaksinalari ushbu texnologiyaning samaradorligini isbotlagach, endilikda undan saraton, gripp, respirator sensitial virus, bezgak va boshqa yuqumli kasalliklarga qarshi preparatlarni ishlab chiqishda ham foydalanilmoqda. Shu bilan birga saraton kasalligini immunoterapiya orqali davolash, Alzgeymer kasalligi rivojlanishini sekinlashtiruvchi preparatlar, semizlik va ikkinchi toifali qandli diabetni davolash uchun GLP-1 agonistlari uchun gen terapiyasi asosidagi dori vositalari so'nggi yillarning eng muhim ilmiy yutuqlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Bu jarayonlardan O'zbekiston ham chetda qolmayapti. So'nggi 5 yilda mamlakatda farmatsevtika sohasini xalqaro talablarga moslashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Natijada mahalliy korxonalarda GMP, GTP va boshqa xalqaro sifat standartlarini joriy etish jadallashdi. Laboratoriya nazorati va dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazish tizimi takomillashtirildi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning xalqaro talablarga mos mahsulot ishlab chiqarish salohiyati oshib, ayrim korxonalar o'z mahsulotlarini markaziy Osiyo mustaqil davlatlar hamdo'stligi hamda boshqa davlatlarga eksport qilishni boshladi. Bir quti dori ortida inson umidi, sog'lig'i, ba'zan esa hayoti turadi. Tasavvur qiling, yaqinlaringizdan birini to'satdan tobi qochdi. Shoshilib dorixonaga bordingiz. Qaysi dorini olasiz? Eng arzonini yoki qimmatini? Yoki xorijda ishlab chiqarilganini? Import bo'lsa ishonchliroq degan qarash hali ham bor. Nega ba'zi dorilar juda qimmat? Nega ayrimlari turli dorixonalarda, turli narxlarda? Demak, erishilgan yutuqlar bilan bir qatorda hal etilishi lozim bo'lgan vazifalar ham bor. Xayrli kun, yaxshilar. Bugun ayni savollarga javob olish maqsadida studiyamizdagi mutaxassislarga gapiring deymiz. Assalomu alaykum. Xalq tabobati va farmatsevtika. Men bugun tuzalishim kerak, chunki meni ertaga to'yim bor deyishadi. Hozirgi kunda bizga kelib tushayotgan shikoyatlar ham mavjud. Qachon O'zbekiston original preparatlarni ishlab chiqara boshladi? Bu ijtimoiy tarmoq faollik davri, qo'pol qilib aytganda PR davri. Bu fikringizga ham qo'shila olmayman. Lekin summa jihatdan ko'rsatkichlarimiz ustida hali ishlashimiz kerak. Bu ham bitta bosqich. Bu bosqichdan biz o'tib olamiz bir kun. Undan keyingi tadqiqotlar hayvonlarda vivarid olib boriladi. Bizni mamlakatda o'lim sonini kamroq bo'lishiga olib keldi. Onalari o'zi bir shifokor bo'lib ketishgan. Farmatsevtika sohasi bu juda katta biznes ekanligini unutmasligimiz kerak. Tahlilchilar bugun bizda import dorilarga qaramlik qisqardi deyishyapti. Shu rostmi? Bu fikrga qo'shilaman, chunki farmatsevtika tarmog'ida oxirgi yillarda juda ham katta o'zgarishlar bo'lib bormoqda. Hozirgi kunda 58 ta GMP standartiga talablarga javob beruvchi mahalliy dori vositalarini ishlab chiqaruvchi korxonalarimiz mavjud. Va 2025-yilda farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 7,3 trillionga yetdi. Farmatsevtika rivojlanayotganini juda ham yaxshi bilamiz. Xalqni o'sha qaramligi pasaygani haqidagi tahlillar qanchalik haqiqatga yaqin? Import dori vositalari bilan mahalliy dori vositalari o'rtasida nisbatni oladigan bo'lsak, to'g'ri, hali ham mahalliylashtirish ustida ko'proq ishlashimiz kerak. Mahalliylashtirish uchun, ya'ni o'zimizda ishlab chiqarilish uchun o'zlashtirilishi kerak bo'lgan dorilarning ro'yxati yetarlicha. Hozirgi kunda 2025-yil ma'lumotlariga ko'ra, qadoq jihatdan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning ulushi 45% dan oshadi. Lekin summa jihatdan ko'rsatkichlarimiz ustida hali ishlashimiz kerak. Buni tan olib aytamiz. Hali sohada ko'p yutuqlarga erishgan bo'lsak ham hali qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Ammo ishonch baribir ortdi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga. O'sha 2024-yildan mahalliy dori vosita ishlab chiqaruvchilar uchun xalqaro GMP standartlarini joriy qilinishi, ya'ni o'z yaxshi ishlab chiqarish amaliyotlari orqali dori vositalarini ishlab chiqarishga talab qo'yilishi, bu boshqa ishlab chiqaruvchilar tomonidan sifat ta'minlanganligi hisobiga bozordagi mahalliyning ulushi juda ham keskin kamayib ketishi kuzatilmadi.
Ehtiyoj qoplanyapti. Ehtiyoj qoplanib bormoqda. Bunda sababi yana bitta narsa bo'lishi mumkinmi? Ya'ni Demet tizimi orqali retsept yozish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Biz ilgari shifokor va xorijiy dori farmatsevtik kompaniya hamkorligini qo'sh tirnoq ichida kuzatganmiz. Bugun esa dorining moddasi yozilyapti, aynan nomi yozilmayapti. Demet tizimi orqali u ko'rinyapti. Shu ham ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin mahalliy dori vositalari ko'proq xarid qilinayotganiga. Dori vositalarini xaridida albatta xalqaro patentlanmagan nom asosida dori vositasini elektron retsept tizimida berilishi bu juda ijobiy natija beradi va bu yerda ishlab chiqaruvchini nomi, shuningdek dori vositasining savdo nomi ko'rsatilmagan bo'lganligini hisobiga mahalliy dori vositalarini ham xarid qilmoqda va ulardan hozirgi kungacha ma'lum bir dori vositasi bo'yicha shikoyat kelib tushmagan. Korxonalar uchun qaysi davlat imtiyozlari eng ko'p, eng katta imkoniyat yaratmoqda o'zi? GMP bu imtiyozmi yoki bir ijtimoiy mas'uliyat yuklayaptimi? Birinchi bosqichi GMPni joriy qilinishi bu ijtimoiy mas'uliyat edi. Ya'ni mahalliy aholi uchun Majburiyat ham desak bo'ladi. Majburiyat, xuddi shunday, majburiyat. Ya'ni aholini sifatli dorilar bilan ta'minlash maqsad edi. Keyingi bosqichda hozirgi kunda Prezident farmoni mavjud, 35-sonli farmon. Unda endi xalqaro GMP sertifikatlarini oladigan bo'lsa, davlat tomonidan xarajatlarni qoplab berish mexanizmlari bor. Bunaqa imtiyozli qismlari ham bor. Birinchi etapda bu majburiyat anaqasi edi. Keyingi bosqichda o'zi xalqaro darajaga chiqish uchun bu imtiyozlarni joriy qilinmoqda. Endi qarang, zo'r narsada bu sifatni oshishi uchun qo'llanilayotgan imtiyoz o'zi aslida. O'sha standartlarga javob bersin va imtiyozlardan foydalansin. Keling, mana shunday korxonalarning biriga boramiz va faoliyatini o'rganamiz, lavhada tomosha qilamiz. O'zimga biroz katta bo'lsa-da, mana shu holatlar bilan bugun sizga respublikadagi eng katta dori ishlab chiqaruvchi korxona faoliyati bilan tanishtirmoqchimiz. Bu yerda ishlab chiqariladigan dorilar nafaqat mahalliy bozorlarimizga, balki qo'shni davlatlarga ham eksport qilinmoqda. Korxonamiz 2002-yilda tashkil topgan. 12 ta ishlab chiqarish sexi mavjud bo'lib, 850 ta xodim ishlaydi. Korxonamizda har xil turdagi dori vositalari ishlab chiqariladi. Bular steril dorilar, infuzion preparatlar, inyektsion preparatlar. Korxonamizda xalqaro GMP standartlari joriy qilingan GMP sertifikatiga egamiz. Bu bizga mahsulotlarini xorijiy davlatlarga eksport qilishga, xorijiy davlatlarda bizning sertifikatini tan olishga yordam beradi. Hozirgi kunda masalan Afg'oniston Respublikasida dorilarimizni ro'yxatdan o'tkazishdan boshlaganmiz. Xalq orasida mahalliy dori-darmonlarga nisbatan ishonch biroz pastligi bor gap. Biroq bugungi farmatsevtika sanoati bir necha yil avvalgi holatdan tubdan farq qiladi. Dori vositalari qayerda ishlab chiqarishdan qat'iy nazar, u ma'lum bir standartlar asosida, ya'ni Yevropa farmakopeyasi yoki boshqa farmakopeyalar asosida ishlab chiqariladi. Biz ishlatayotgan xom ashyolar ham o'sha talablarga javob berishi kerak. Sharoitlarimiz, ishlab chiqarish maydonlarimiz ham o'sha talablar, xalqaro GMP talablari asosida tashkil qilingan. O'shaning uchun mahalliy dori vosita bo'ladimi, xorijdan kelgan dori vositalar bo'ladimi, bu bir xil talabga javob berilishi kerak va u bir xil ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tarkibidagi Biofarm City innovatsion ishlab chiqarish klasteri bugun nafaqat ishlab chiqarish, balki ilmiy tadqiqotlar, innovatsion ishlanmalarni amaliyotga joriy etish markaziga aylanib bormoqda. Hozirda bu yerda umumiy qiymati qariyb 1 milliard AQSh dollariga teng 32 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilmoqda. O'zbekistondagi mahalliy ishlab chiqaruvchilar O'zbekiston bozoridagi iste'mol qilinayotgan dori vositalarini taxminan 40% ni ishlab chiqarmoqda. Bugun mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarayotgan mana shunday dorilar ko'lami va sifati ham oshib bormoqda. Xususan, o'tgan 2025-yil davomida mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan 7.3 trillion so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarilgan va 220 million so'mlik xizmat va dorilar eksport qilingan. Farmatsevtika tarmog'i haqida so'z ketganda, albatta Biofarm City klasteriga alohida to'xtalish kerak. Bu klaster bizga nima beradi o'zi? Farmatsevtika sohasida bilasizmi, dorini aytaylik zanjiri bo'ladigan bo'lsa, har o'tib boradigan bosqichlari, o'sha bosqichda barcha qismi biofarmatsevtik klasterda qamrab olingan. Demak, regulator organ, ilm tadqiqot instituti, universitet, ya'ni ta'lim tashkiloti, undan tashqari klinikal tadqiqot olib boradigan Vivari, klinik tadqiqot, odamlarda tadqiqot olib boradigan markaz, shu bilan birga
regulyator va sanoat korxonalari joylashgan bir joyda. Bu narsa ushbu klasterda unikal qilib turadigan o'ziga xos xususiyati mana shunda. Demak, ilm tadqiqot institutida va genom markazimizda dastlabki tadqiqotlar olib boriladigan bo'lsa, undan keyingi tadqiqotlar hayvonlarda vivariyda olib boriladi. Undan ham muvaffaqiyatli o'tsa, klinik tadqiqot markazida insonlarda va undan keyin muvaffaqiyatli o'tgan regulyator organ tomonidan tasdiqlangan, hammasi bir joyda tasdiqlangani, demak, sanoat korxonalariga beriladi. Shu bilan birga dorini to'liq zanjiri o'sha biofarmasitida qamirib olingan. Ishlab chiqarish zonasida hozirda 30 ta loyiha amalga oshirilyapti. Ya'ni 30 ta korxona o'zining qurilishini, demak, olib boryapti. Bu korxonalar 18 tasi xorijiy korxonalar. Ya'ni ular o'sha xorijda ishlab chiqargan mahsulotlarini endilikda O'zbekistonda ishlab chiqarishadi. Endi sohada bitta shunaqa xavf bor. Biz qalbaki mahsulot bilan yuzlashib qolishimiz. Bu juda katta xavf. Dori qalbaki ekanini aniqlashda raqamli tizimlar, xususan FarmUz mobil ilovasi qanchalik samara beryapti. Mana shunday ilova bor ekan. FarmUz mobil ilovasidan foydalanish bu tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan aholiga qulaylik tug'dirish maqsadida yaratilgan mobil ilova bo'lib, bu yerda siz dori vositasini QR kodini skanerlash orqali, ya'ni markirovka tizimi joriy etilgan retsept bilan beriladigan dori vositasiga va QR kodini skaner qilish orqali ushbu dori vositasining ishlab chiqaruvchisini, guvohnomasini raqamini, yaroqlilik muddatiga qancha qolganligini, shuningdek ushbu dori vositasining referent narxini hamda uning analoglarning referent narxlari to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ushbu mobil ilovada shikoyatlar qismi mavjud. Shikoyatlar qismi, ya'ni sizga nojo'ya ta'sir bergan bo'lsa yoki bo'lmasa referent narxdan yuqori narxda xarid qilganingizda shikoyat qoldirishingiz mumkin va ushbu shikoyatlar to'g'ridan-to'g'ri tibbiyot va farmatsevtika tarmog'i rivojlantirish agentligiga kelib tushadi. Tegishliligi bo'yicha o'rganilib chiqiladi, aloqa o'rnatiladi, bog'laniladi va holat aniqlangandan keyin ushbu holat yuzasidan raqobat qo'mitasiga ma'lumotlar taqdim etilgandan so'ng ushbu dorixonaga nisbatan ma'muriy jarimalar rasmiylashtiriladi. O'zi o'rganildimi, monitoring qilindimi, o'rgandimi aholi mana shu ilovadan foydalanishga? Mobil ilovadan foydalanib kelayotganlar bor. Hozirgi kunda bizga kelib tushayotgan shikoyatlar ham mavjud. Dorixonalarda shu haqida ma'lumotlar yetarlimi? Mijoz kirganda mana shu ilovadan foydalanish, mana shu QR kod orqali bu ilovani yuklab olish kerakligi, mumkinligi haqida tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashabbusi bilan deyarli har bir dorixonada QR kod bilan belgilangan bizning stikerlarimiz mavjud. Shu stiker orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Biz bilamiz, asosan shu O'zbekiston generik dori vositalari, ya'ni mavjud dori preparatlari mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Lekin qachon O'zbekiston original preparatlarni ishlab chiqara boshladi? Imkoniyatlarimiz yetarlimi? Bu fikringizga juda ham qo'shila olmayman. Chunki O'zbekiston hududida original preparat ishlab chiqaruvchi korxonalar, ilmiy tadqiqot markazlari ham mavjud. Shu bilan bir qatorda hozirgi kunda boya o'tganimizdek biofarmasiti aynan shu original dori preparatlarini yaratish yoki dori vositalarini ishlab chiqish uchun ham o'ylab chiqilgan bir alohida innovatsion hudud desak ham bo'ladi. Hozirgi kunga kelib ko'pgina dori vositalari siz aytgandek generik sifatida ishlab chiqarilgan bo'lsa ham, lekin ilmiy tadqiqot sohasida ham mahalliy dorivor o'simliklar yoki mahalliy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan original preparatlar ustida ham ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Qaysi yutug'imiz bilan maqtana olamiz biz? Hozirgi kunda ko'pi bilan maqtana olmaymiz, lekin ma'lum bir hozirda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilayotgan ko'pgina kandidatlarimiz bor. Nasib qilsa tez orada bu haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni qadam qo'yilgan. Boya aytib o'tganimizdek, dori vositasini yangisini yaratish bu 1 yoki 2 yilda bo'ladigan boshqa sohasi bilan bog'liq bo'lgan soha emas. Ya'ni bu ko'p yillar talab qilinadi. Lekin hozirda ilmiy tadqiqot institutlari va markazlar ko'pgina oliygohlar bilan birgalikda qilinayotgan yangi loyihalarimiz mavjud. Yaqin tarixda koronavirus pandemiyasi qaysidir ma'noda katta inqirozga ham olib keldi sog'liq saqlash borasida dunyo bo'yicha, lekin farmatsevtika borasida yangi bosqichni boshlab berdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni o'sha vaksinatsiya masalasida yoki preparatlar masalasida mana shu yo'nalishdan keyin Covid pandemiyasi bizni farmatsevtika tarmog'imizga qanchalik ta'sir ko'rsatdi rivojlanishiga? O'zbekiston hududida mahalliy ishlab chiqaruvchilarda yetarli miqdorda dori zaxirasi mavjudligi bizni mamlakatda o'lim sonini kamroq bo'lishiga olib keldi. Mana shu asosiy bir turtki bo'ldiki, ya'ni mahalliy ishlab chiqaruvchilar mavjudligi siyosat darajasida, ya'ni davlatimiz rahbari tomonidan driver soha deb e'lon qilinishi ham bekordan bekorga emas. Ya'ni bu siyosat darajasida kelishi shu vaqtda bizga dori vositasiga yoki qaysi birigadir nisbatan
tanqislik yuzaga kelmadi. O'sha kuzatilmadi o'sha vaqt oralig'ida. Ko'pgina qo'shni mamlakatlarda ham, hatto rivojlangan mamlakatlarda ham o'zini mahsulotiga nisbatan import mahsuloti ko'proq talab oshib ketdi. Talab oshganligi tufayli shu payt shu masalada ko'pgina qiyinchiliklar yuzaga keldi. Shu bilan bir qatorda siz aytgandek Covid qanaqa turtki berdi deganingizdek, qanday yangi preparatlarni bozorimizga olib kirdi shu pandemiya. Mana sizga bitta misol sifatida vaksina dedingiz. Vaksina bo'yicha hozir ilmiy tadqiqot institutimizda mRNK deydi, ya'ni shunga asoslangan vaksinani yaratish bo'yicha, ya'ni tuberkulyozga qarshi ilk qadamlar qo'yilgan hozir. Bundan tashqari sizga yana bir misol qilib aytishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni mikrigna yordamida dori vositasini yetkazish va diagnostika vositasi. Doridan hammamizda baribir qanaqadir miqdorda ignadan qo'rqish bor. Bu yaratilayotgan yangi vosita yordamida siz og'riq ham sezmaysiz, kun davomida voy dorimni ichishim kerak edi demaysiz. U shunaqa mayda mikrometrlarda igna mavjud bo'ladi. Siz misol uchun bitta turini aytsam, yopishtirib qo'yasiz. Kun davomida maxsus stiker yordamida yopishtiriladi. Kun davomida kerakli miqdorda dori vositasini chiqib turish imkoniyatini beradi. Ya'ni siz o'zi o'sha dori bilan ta'minlab turadi. O'zi ta'minlab turadi. Siz igna kirganini sezmaysiz hatto. Farma pashsha eganda u. Da, orqali. U sotuvga chiqdimi yo'qmi? Ya, endi. Yaqinda Buxorodagi Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot bilim yurtida hamkasblarimiz, media vakillari bo'lishdi va dorivor giyohni ekishdan tortib tayyor dori vositasigacha bo'lgan barcha jarayon bir maskanda yo'lga qo'yilganiga guvoh bo'lib qaytishdi. Bu yerdagi o'sha ilmiy laboratoriyadan tortib yangi joriy qilingan texnologiyalargacha tanishtirib chiqishdi bizni. Chet eldan odatda qimmat narxlarga sotib olib keladigan jenshen bo'ladimi yoki jigarni tozalashda juda samarali bo'ladigan rastaropsha o'simligi ham o'zimizda yetishtirilib tayyor dori holatida eng asosiysi cho'ntakbob narxlarda sotuv uchun tayyorlanayotganini ko'rib qaytdik. Biz ayni paytda mana shu oliygoh rektori Shuhrat Jumayevich bilan onlayn bog'langanmiz. Assalomu alaykum Shuhrat aka. Assalomu alaykum hurmatli studiya. Taklif uchun rahmat. Shuhrat aka, bu yerda yetishtirilgan giyohlar import xomashyosidan nimasi bilan farq qiladi? Bu bizda ishlab chiqarilgan dori vositalarini farqi shundaki, bu dori vositalari kimyoviy yo'l bilan olingan emas, bu tabiiy vositalar hisoblanadi va organizmga zarari yo'q. Ikkinchi farqi bu narx masalasida. Qabul qilish texnologiyasi bemorlar uchun hali achchiqlik, doriga o'xshab boshqa nimalar emas, tabiiy hammasi va bu yerda uni ta'sir natijasi mana birinchi qabul qilish kunlarini ertasigayoq ko'rish mumkin bo'ladi. Kelgusida bu yerda ishlab chiqarilayotgan fitopreparatlarni respublika bo'ylab tibbiyot muassasalariga yetkazish rejalari bormi? Bizda ishlab chiqarayotgan dorivor vositalarimizni Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot birlashmasi tabiiy giyohlardan tashkil etilgan aptekasiga berilyapti. Ikkinchisi endokrinologiya dispanserida tashkil etilgan dorixonasida bu yerda realizatsiya boshlandi. Undan tashqari mana o'zimizning klinikada, universitet klinikasida bugungi kunda bizlar 25-30% dorilarni mana shu giyohlarga almashtirishga erishdik va buning natijasini ham ko'ryapmiz va mana biz yaqinda shartnomaga demak imzoladik. Bu Vobkent tumanida aptekamizning filialini ochish masalasi. Va yana bir yangilik bu mana shu Buxoro turistik shahar bo'lganligi uchun eski shahar hududida biz maxsus bu hali avtomobilda dorixona, avtomobilda xalq tabobatiga mo'ljallangan dorixona tashkil etilyapti va yaqin kunlar ichida bu xizmatni ham biz xalqimizga mana shu eski shahar hududida va kelayotgan bu turistlarimizga shunaqa tibbiy dorivor vositalarimizni demak taqdimotini o'tkazamiz va bu yerda demak sotish masalalari qo'yiladi. Va yana bir yangilik, bugun biz Rossiya Federatsiyasidagi Xalq tabobati BRICS universiteti bilan shartnoma imzoladik. Bu shartnoma asosida 1 yil davomida institut demak $100,000 dorivor giyohlardan tashkil topgan mana shu bizning dorilarimizda shu Xalq tabobati universiteti sotib oladi bizdan shartnomaga asosan va biz buni yetkazib beramiz. Rahmat Shuhrat aka, salomat bo'ling. Hurmatli studiya, yana bir marta taklif etganliklaringiz uchun rahmat va bugungi biz auditoriyadan so'rab qolamiz.
mana shu sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Xalq taobati bu bizni ota bobolarimiz qo'llagan, Ibn Sino bobomiz qo'llagan eng ishonchli davolash usullari hisoblanadi va biz barchangizni bizni Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiga taklif etib qolamiz. Jahon amaliyotiga qaraganda O'zbekiston farmatsevtika sohasida qaysi yo'nalishlarda sezilarli o'sishga erishdi va qaysi sohalarda hali ham ortda qolmoqda? Bu savolni biz studiyamizning doimiy eksperti Donaxondan so'rab ko'ramiz. Jahon tajribasi bilan solishtirilganda O'zbekiston farmatsevtika sanoati so'nggi yillarda mahalliy dori ishlab chiqarish va investitsiyalarni jalb etishda sezilarli o'sishga erishdi. Mamlakatda farmatsevtika zonalari tashkil etilib, yangi korxonalar ishga tushirilgani ishlab chiqarish hajmi va eksport geografiyasining kengayishiga xizmat qilmoqda. Shuningdek, GMP kabi xalqaro sifat standartlarini joriy etayotgan korxonalar soni ortib, mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligi oshmoqda. Biroq rivojlangan davlatlar bilan taqqoslaganda, innovatsion dori vositalari, ilmiy tadqiqotlar va biotexnologiya yo'nalishlarida hali sezilarli ortda qolayotgan jihatlar mavjud. Ichki bozorda ham ayrim zamonaviy dori vositalariga talab asosan import hisobidan qoplanmoqda. Bu esa mahalliy ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. Bizda dori iste'moli madaniyati, tibbiy savodxonlik tushunchalari hali ham savol ostida qolyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda istalgan bloger bu dori mumkin, bunisi oshqozonni o'yadi, ichmang kabi tavsiyalarni beraveradi va ishonuvchan aholi ularga quloq ham solaveradi. Ularning o'rnini rasman farmatsevt va shifokorlar egallashi, targ'ibotni to'g'ri tashkillashtirish bu vaqt kelganini hammamiz aniq bilamiz, lekin bugun ijtimoiy tarmoq faollik davri, qo'pol qilib aytganda PR davri. Mana shunaqa kontentlarni o'rnini bosa oladigan muqobil kontentni nimaga siz mutaxassislar tomonidan kamroq ko'ramiz? Shu mutaxassislar tomonidan ko'proq qo'llashingiz uchun hozirda Milliy biofarmatsevtika ilmiy tadqiqot institutini Instagram, Telegram va Facebook, undan tashqari LinkedInda o'zini maxsus sahifalari mavjud. Bu sahifalarda qanday dori shakllarini qanday qabul qilish, ularda qaysi birlarida qanday turdagi nojo'ya ta'sirlar mavjudligi haqida qisqa o'zbek tilida ma'lumotlar berib bormoqdamiz. Hozirda yangi dastur yo'lga qo'ymoqdamiz, ya'ni ko'pgina podkastlar reja qilganmiz, ya'ni siz aytgandek noto'g'ri, nojo'ya ta'sirlar kamroq bo'lishi, dori vositalarini qabul qilishda yoki ularni nojo'ya ta'sirini oldini olishda qanday amalga oshirish haqida ma'lumotlar shunda berib borilishi rejamizga kiritilgan. Endi u podkastlar o'z nomi bilan xos muxlislarga egada, ya'ni juda katta bir auditoriyani qamrab ola olmaydi baribir. O'sha Instagramdagi qisqa reelslar orqali javob tariqasida, o'sha soxta psevdo blogerlarning reklamalariga javob tariqasida, mana masalan bu ham bir xalqda o'sha tibbiy madaniyatni rivojlantirish uchun qo'yilgan bitta qadamda. Bu ham bitta bosqich. Bu bosqichdan biz o'tib olamiz bir kun. Yetib borgunga qadar mana shunday targ'ibot ishlari ham kerak. To'ppa-to'g'ri bizda odamlar orasida tibbiy savodxonlik juda ham past. Juda ham ko'p holatlarni ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Ismim chiqib turibdi, mana shunaqa holatlar bo'lyapti desa, uning tanish keladi, menda ham shunaqa bo'lganda, mana shunaqa dori ichganimni tavsiya qilish orqali ham o'shandan echkim bittaga bitta deydi. Qo'yani qolgan dorilarni deydi. Xuddi shunaqa. Bu mashina ichdim, yaxshi bo'lib qoldim deydi. Mana shu tibbiy savodxonlikni pastligi, odamlarning o'zini o'zi davolash bilan shug'ullanishi juda ham salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Shu sababli mana o'tgan yili davlatimizda elektron retsept tizimi joriy etildi. Ya'ni odamlar o'zini o'zi davolash uchun retsept bilan beriladigan dorilardan foydalanmasligi uchun. Bizda shunaqa madaniyat shakllanib qolganki, 2 marta aksirib yoki 1 marta isitmasi chiqadigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri dorixonaga borib antibiotik sotib olishadi. Juda ko'p holatlarda biz menimcha shu antibiotik belgilanadigan mamlakat bo'lsa kerak. U xuddi shunaqa. Xorijda deyarli ishlatmaydi-da antibiotik. Statistika ma'lumotlariga ko'ra ko'taradigan bo'lsak, O'zbekistonda eng ko'p import qilinadigan, o'zi umuman importdan ham tashqari foydalaniladigan dorilar top 10 taligidan talab kuchli bo'lgan. 3tasi antibiotik hisoblanadi. Ya'ni summa jihatdan ham, son jihatdan ham, ya'ni biz O'zbekiston antibiotikdan noto'g'ri foydalanamiz, O'zbekiston aholisi. Sefazali ishlamaydi mani farzandimda, Ceftriakson olishim kerak deb, onalari o'zi bir shifokor bo'lib ketishgan. Mana shunaqa miflarga qarshi bir blog haqida gapiryapmiz. Mediadagi mana shu bo'shliqni haqiqiy mutaxassislar egallashi kerak. So'nggi yillarda farmatsevtika sohasidagi islohotlar aholi uchun dori vositalarini arzonroq va shaffof narxlarda yetkazib berishga qaratilmoqda. Shu maqsadda retsept asosida sotiladigan qariyb 4500 turdagi dori vositalari uchun retsept narxlari belgilangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2026-yil 1-martdan qariyb 2000 ta, 1-maydan esa yana 2500 ga yaqin dori vositasining narxi tartibga solingan. Xo'sh, Termiz shahrida
qishlog'ida joylashgan dorixonalardagi vaziyat qanday? Mana masalan, mana shu dorilarning narxi 50% ga tushdi. 2000 dan ortiq dorilar narxi tushgan hozirgi kunda. Mana bittasi 150 ming edi masalan, hozir 78 ming bo'lib qoldi. Azitromitsinlar ham bor, 50% ga tushgan, keyin 20% ga tushgan dorilarimiz ham bor. 200 xildan ortiq dorilarimizni olib kelganmiz narxi tushganini. Endi bundan buyon ham bartaraf qilamiz nasib bo'lsa olib kelishga. Kardiolikskiy dorilar referingga tushgan, Zild, Ekilin, davlina bo'yicha Niblet, Klopadigril sostavdagi dorilar referingga tushgan, hozir o'sha dorilar bor. 2000 necha xil turdagi refering narxiga tushganda hammasini olib ketisha olmaymiz. Ehtiyojimizga qarab, o'shanga qarab olib kelamiz. Aholi ham narxlar ro'yxati bilan tanish bo'lishi, dorixonalar esa belgilangan tartibga qat'iy amal qilish muhim. Men olayotgan dorilarim vahshim birga bir qo'yib yuboribdi. Shu qalla olganimdan men asabga qarshi dori olar edim. Olib beradi, kasallar baribir oladi deganday qiladi. Mutaxassislar yana bir jihatga dori iste'mol qilish madaniyati va tibbiy savodxonlikka ham e'tibor qaratmoqda. Bugun ko'plab fuqarolar shifokor tavsiyasiz dori qabul qilishning salbiy oqibatlarini anglab bormoqda. Dorixonalarda maslahat so'rash, retsept asosida dori olishga qiziqish ortib borayotganligi bu boradagi ijobiy o'zgarishlardan dalolat beradi. Qayergadir masalan 10% qo'yilar, qayergadir 20%. Farmatsevtika sohasida dorilarga qancha foiz qo'yilishi belgilangan qonun bo'yicha. O'shandan oshgan bo'lsa, odamlar o'sha narsani o'zi biladi, ajratadi. O'shanga qarab arzon narxda bo'lgan joylardan olishadi. Hozir dorining tarkibini biladi, chunki internet rivojlangan. Misol uchun dorining tarkibi bir xil bo'ladi. Ishlab chiqarish zavodlar yoki davlatlar har xil bo'ladi. O'shanga qarab biz farmatsevtlar tarkibini aytishga haq-huquqimiz bor. Unga taklif berishga, uni olish olmasligi o'ziga bog'liq. Avvallar odamlar shu narsa farqiga bormas, hozir lekin o'zlari bilishadi. O'zim har bir retseptiga qarab, o'qib, tarkibini, yaxshiligiga qarab, biz ham dori-darmonlarga shunga qarshi qarab dorilarni beramiz. Avvalambor o'zini tibbiy savodxonligini oshirish kerak-da. Albatta, minglab dori vositalari uchun narxlarni tartibga solish aholi manfaatiga qaratilgan muhim qadam. Biroq bu tizimning to'liq samarasi uchun ma'lumotlarning ochiqligi, nazoratning kuchayishi va fuqarolarning tibbiy savodxonligini yanada oshirish zarur. Shundagina dori narxidagi o'zgarishlar har bir oila budjetida haqiqatan ham seziladigan natija beradi. Yana bitta zo'r tendensiya bor, xalq tabobati va farmatsevtika. Bu ikkalasi doimiy ikkita qutb bo'lib, bir-birini rad etadi, tan olmaydi yoki bir boshqacha. Lekin aholi baribir ikkalasiga ham murojaat qiladi va qaysidir ma'noda farmatsevtika paydo bo'lishidan oldin xalq tabobati uni vazifasini bajargan. Endi xalq tabobati tabiiy bo'lgandan keyin natijasini sekinroq ko'rsatadi, uzoqroq davom etadi. Bizda farmatsevtikada bo'lsa odamlar dorilarga qanaqa munosabatda qaraydi desak, ularni qanaqadir sehrli tabletka sifatida qarashadi. Ya'ni borsa, dorixonadan sotib olib bitta ichsa-da, yaxshi bo'lib ketsa. Men bugun tuzalishim kerak, chunki meni ertaga to'yim bor deyshadi. Odamlarda mana shu davolanishga nisbatan sabrsizlik ham shu dori vositalariga ko'proq bo'lgan ehtiyojni shakllantirmoqda. Farmatsevtikamiz rivojlanayotgani yaxshi, yangi ishlar qilinayotgani yaxshi, islohotlar bo'layotgani juda ham yaxshi. Bu davlat tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar. Endi bu sohaga odamlarning, iste'molchilarning, aholining javobi ham shunga munosib bo'lishi kerak. Bu o'rinda odamlarimiz dori vositalaridan foydalanish madaniyati va bu jarayonga hissa qo'shish nuqtai nazaridan, islohotlarning bir qismi bo'lish nuqtai nazaridan qanday chora-tadbirlarni amalga oshirishlari kerak? Qanday tavsiya berasizlar aholimizga? Yaxshi tushunishimiz kerakki, farmatsevtika sohasi bu aholining salomatligini o'ylashga qaratilgan soha bo'lishi bilan birgalikda buni juda katta biznes ekanligini unutmasligimiz kerak. Ya'ni bu yerda halol va nohalol marketing degan tizim mavjud. Aholidan bitta iltimosimiz, murojaatimiz bo'lardiki, dori vositasi sizga xalqaro patentlanmagan nom ostida elektron retsept tizimi doirasida berilgandan keyin dorixonaga kirganingizda siz ushbu dori vositasini xalqaro patentlanmagan nom asosida xarid qilaverishdan qo'rqishingiz kerak emas. U dori vositasini analoglari, ya'ni xalqaro patentlanmagan nomi, dozasi, konsentrat hammasi bir xil bo'lgan analoglar mavjud. Boshqa savdo nomida uni olishda, foydalanishda qo'rqish kerak emas. Farmuz mobil ilovasidan foydalanish juda ko'plab afzalliklarni beradi. Demak, birinchi navbatda uning referent narxini, shuningdek ushbu dori vositasini analoglarini ko'rish va analoglari narxlari doirasida arzonni olishdan qo'rqish kerak emas. Ya'ni dori vositasi qimmat bo'lsa, u sifati zo'r, samarali, arzon bo'lsa, u sifatsiz degan tushuncha butkul noto'g'ri. Bu yerda fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish orqali ushbu
dorixonalarda narxlar tushirilgan holatda xarid qilish imkoniyatini oshirish. Chunki hammada savol bor. Bitta dori vositasi bitta dorixonada boshqa narxda, ikkinchisi juda katta farq. Bu katta farq faqatgina bitta dorixona referent narx tizimiga rioya qilayotganligini, ikkinchisi bu tizimga rioya qilmayotganligini bildiradi. Va fuqarolar o'zini fuqarolik pozitsiyasi jihatdan mobil ilovadan foydalangan holatda ishlar olib borishsa, bu jarayon yana ham tezlashgan bo'ladi. Arzon va sifatli dori vositalarini xarid qilishadi. Juda ham kerakli ma'lumotni yetkazdingiz. Islohotlarning haqiqiy bahosi hisobotlardagi raqamlar bilan emas, balki odamlarning hayotidagi o'zgarish bilan o'lchanadi. Qachonki har bir inson sifatli, xavfsiz va hamyonbop dori vositasini bemalol sotib ola olsa, qachonki mahalliy ishlab chiqarilgan doriga ishonch importnikidan kam bo'lmasa. Va qachonki ilm-fan bilan ishlab chiqarish birlashib, O'zbekiston dunyo bozoriga o'z innovatsion preparatlari bilan chiqsa, ana shunda biz milliy farmatsevtikaning yangi bosqichga chiqqanini ishonch bilan ayta olamiz. Gapiringda bugunga yetarli. Hammaga rahmat.